Hammaga xayrli kun. Bizani hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugun bizani Belam gilamlar do'konini bir nima qilamiz, sayr qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, bizani do'konimizda Samarqand, Turkiya, Eronda turli xil gilamlar mavjud. Yuqadan tortib to qaringacha 1 kvadrat metri 59 mingdan bu yog'i 215 minggacha bo'lgan gilamlarimizni do'konimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Birin-ketin narx-navolar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Agar mabodo qaysi birindir narxini aytolmay qolgan bo'lsam, bemalol skrinshot qilib Telegramdan bu narxini necha pul deb so'rasanglar bo'ladi. Qaranglar, bizda naqd pulga savdo bo'ladi. Agar sizda ayni damda naqd pul bo'lmaydigan bo'lsa, bizning do'kondan bo'lib to'lashga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Narx-navolar chiqarilgan. Bemalol yoqqanini tanlasangiz bo'ladi. Xo'p, kvadrat 59 millilarni bir to'g'ridan joylaganmiz. Mana bularni 59 mingdan qilganmiz. Bu yerga ketadi. Keyin mana bu yerda 105 ming, xo'p 85 ming, 105 ming, 154, 147 mingdan tortib, mana bular 168 ming so'mdan. Mana bular 188 mingdan. Hozir aytadigan narxlarim bular 1 kvadrat metrining narxini aytyapman sizlarga. Razmeriga qarab o'zingizlar ham hisoblab olsalaring bo'ladi. Mana bular ham 168 ming, 188 ming, 168 ming. Xo'sh, bu yerda 260 minglik bor, 321 minglik bor, 208 minglik bor, 321 minglik. Mana bu yerda Eron gilamlari bor. Eron gilamlarimiz 440 mingdan 630 ming so'mgacha bor. Do'konimiz birinchi qavatida asosan Gatoy gilamlar showroomi. Bu yerda avvalni 1.5 dan 4.8 gacha avvalni doroshka 80 dan 2 metrgacha xullas har xil turdagi nimalarni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, endi pastki qavatimizga tushamiz. Pastki qavatimizda metroviy nimalar bor? Metroviy kavraliklar. Xo'p, eni 3.5 4 metrli metroviy kavraliklar va svetlarni o'chirib qo'yganmiz. Ekonom iqtisodiyot uchun ekonom qilyapmiz. Svet yoqib olamiz birinchi, keyin sizlarga narx-navolarni birin-ketin tanishtiraman. Xo'p, mana bu metrajlarimiz 1 kvadrati 195 mingdan qilib belgilaganmiz. Mana bular. Xo'p, 109 ming so'mdan. 109 ming, 109 ming, 154 ming. Pastdagisi arzonroq 79 minglik. Xo'p, 195 ming, 195 ming, 175 ming. Qalinliklarini ko'rsatib o'tib ketaman. Xullas, ancha qalin gilam, paxtali, polisterli gilamlar mavjud. Hammasi narxini aytib o'tib ketmayman. O'zingizlarga yoqqanini, misol bo'yi aytganimdek skrinshot qilsalaring, narxini so'rab beraman. Narx-navos kelib chiqarilgan, hammasini belgilab o'rnatib qo'yganmiz. Mana hammasiga bunaqa nima qilib, mana 175 ming 1 kvadrat metri. Bu naqd pulga shunaqa narxda olishadi. Ya'ni o'sha eng minimum narxlarni chiqarib qo'yganmiz. Va bo'lib to'lashga farq qiladi. Mana grafikini olganman. Misol bilan qaranglar. Kvadrat 59 ming so'mlikda naqdga oladigan bo'lsangiz, 3 oyga olsangiz 64 ming 900 so'mdan, 6 oyga 70 ming 800 dan, 9 oyga 76 ming 700, 12 oyga 81 ming 420, 15 oyga 83 ming 780 so'mdan xarid qilasiz. Bizda o'sha nima deydi, bo'lib to'lash xizmatlari halol nasiya savdo asosida olib boriladi. Bu qanday bo'ladi desa, bitta shartnoma bo'ladi. Siz kelasiz, menga 3 oyga hisoblab ber deysiz. 3 oyga shuncha bo'ladi deymiz. Bo'ldi, ma'qul deydigan bo'lsangiz, shartnoma bo'ladi. O'sha umumiy summasini keyin siz 3 oyga bo'lib to'laysiz. Vaqtli to'laydigan bo'lsangiz, pulidan ayrilmaydi. Kech to'laydigan bo'lsangiz, ustiga penya qo'shilmaydi. Halol nasiya shunday bo'ladi. Sizlar ham eshitdinglar, ham ko'ringlar. Unaqa chimli variantlari ham bor. Mana. Xuddi shu tartibda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Buning uchun hujjatlardan bitta pasportingiz kerak bo'ladi. Pasportdan nima uchun kerak degan joyi bor. Pasport kerakligi sizni qanaqa to'lovchisiz, shuni aniqlash uchun kerak bo'ladi. Mana. Bu yerda 1 kvadrat 59 ming so'mlik joyimiz. Pasportingizni o'sha siz qanaqa to'lovchisiz o'zi, oldin kredit olgan bo'lsangiz, sizni qanaqa to'lovchiligingiz bu yerda ko'rinadi-da.
Ya'ni mana scoring degan narsa bor. O'sha scoringiz 200 dan baland bo'layotgan bo'lsa, demak haqiqatan sizga bersa bo'ladi. Ishonchli yaxshi to'lovchisiz degan xulosaga kelinadi. Xullas shu gap. Pastda nomerlar qo'ldiraman. Yana ham bir to'liqroq ma'lumot olaman desalaring, telefon qilsalaring bo'ladi. 95li 345 08 88 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar va buyurtma bersalaring bo'ladi. Jizzax viloyati bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepulga amalga oshiriladi. Summasini farqi yo'q. Xohlang 1 millionlik mahsulot oling, xohlang 10 millionlik oling, bepulga dastavka qilib beramiz. Agar siz mana shu YouTube platformasida ko'rib zakaz qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa bonusiga bunaqa kovriklar qo'shib beramiz. Oyoq ostiga solib qo'yadigan kovrik bo'ladi-ku, shunaqalardan YouTube obunachilar uchun sovg'a qilinadi. Nomerlarni qoldirdim. 95li 345 08 88 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar yoki Telegramdan yozib olsanglar ham bo'ladi. Mana shu yerlarimiz qancha yo bo'lmasa siz uyingiz o'lchamini aytsangiz, men uyim 3,5 ga 4 yo 3,5 ga 8 yo 3,5 ga 10 yoki 4 ga 5 shunaqa razmerlaringizni aytadigan bo'lsangiz, biza o'sha o'lchamingizga mos modellarni Telegramdan rasmga tushirib jo'natib yuboramiz. Ma'qul desangiz, kelib o'tirishingiz ham shart emas. O'zimiz dastavkalarni qilib beramiz. Bizda assortiment juda ham keng.